Kızım? Dada. Dada dedi. Jo'naman. Yangi mashinalar muborak bo'lsin, Baxtiyor. Rahmat. Jipmi? Ha, yoshligimda rosa havas qildim. Mana nasib qilib turibdi. Ha, yaxshi. Do'stim, o'zingga ham o'g'lim muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Tabriklayman. Endi bu toychoqga qanaqa nomer taqmoqchisan? Ha, o'zingchi, o'g'lingga nima ism qo'ymoqchisan? Maslahat qilyapmiz. Ha, biz ham shu. Ha. Bugun ziyofatni mashina olganim uchun men qilib beramanmi? Yo farzandli bo'lganing uchun sen qilib berasanmi? Ha? Menga farqi yo'q. Bo'lmasa bir Javohirga telefon qilchi. Uchalamiz bir o'tiraylik maza qilib. Ha, Javohirga. Kim bunday qilaylik? Hozir ishdan chiqadigan payt. Yangi mashinangda borib bir surpriz qilaylik. Hali bilmaydi. Nomeri ham yo'q-ku. Ketdik. Mashinangiz zo'r ekan lekin. Ha, endi jipda bu. Javohir mashinasi ko'rmaydimi? O, na turibdi-yu. Ha, hozir kesib bitta signal beramiz. Zo'r surpriz bo'ladi-da. Ha. Voy, meni polvonim. Bitta ko'rchi. Xuddi o'zim-a. Rosa o'xshaydi-yu, ha? Ha. Abdulhay, Ha? guruhga tashadingmi? Nima qilibdi? Ha, Javohir bolasi o'tib qolganiga hali bir oy ham bo'lmadi-yu. Ko'rsa siqilib qoladi-yu. To'g'ri aytasan. Ye. Ko'rdi shekilli, ha. Dada. Ha, Baxti? Qayerdasan? Hozir ishxonadan chiqqandim. Anavi har doim boradigan restoranimizga borib, bitta yaxshi joy band qilib turgan. Ha, Abdulhay bilan sal kech qolib boramiz. Xo'pmi? mayli. Bugun uchalamiz maza qilib bir o'tiraylik. Xo'p, faqat tezroq kellaring. Bo'ldi, xo'p. Mana Abdulhay. Ha, seni rosa sog'inganmiz, Javohir. O'zimiz yoqtirgan taomlarni aytib qo'ygin, bir mazza qilib o'tiraylik. Bo'ldi, xo'p. Aytgancha sal mashinani sekinroq haydagan. Nimaga? Ha, soching to'kilib ketadi bo'lmasa. Mayli. Egil. Abdulhay, bugun men o'zim ziyofat qilib beraman. Boshqa eslatma.